Assalomu alaykum, qadrli ko'ngilga yaqin kuzatuvchilar. Ekspeditsiyamiz Mo'g'uliston bo'ylab davom etmoqda. Ayni paytda biz Mo'g'ulistonning eng qadimgi kentlaridan, shaharlaridan biri Qoraqurumdamiz. Tarixchilar yaxshi biladi, Qoraqurum bu tarixda imperiyalarning poytaxti bo'lgan eng yirik shaharlardan biridir. Biz mana shu Qoraqurumda hozir bo'lib turibmiz va bu yerdagi tabiiy sharoitni his qilish maqsadida o'tovga joylashdik. Mana ko'rib turganingiz bu o'sha bizni bobolarimiz, ajdodlarimiz demak ming yillar davomida yashagan mana shu o'tov sharoiti va o'tov hisoblanadi. Endi bugun biz sizlar bilan mana shu Qoraqurum shahri va uni atrofida joylashgan yodgorliklar, ularning ahamiyati, ularni demak muayyan ma'noda o'zbek tili tarixi uchun, o'zbek davlatchilik tarixi uchun ahamiyati haqida biroz suhbat qilamiz. Suhbatni boshlab berish uchun men so'z navbatini professor Qosimjon aka Sodiqovga beraman. Domla, mana biz mana shu Mo'g'uliston zaminida o'tiribmiz. Mo'g'uliston zaminida yozma yodgorliklar, ayniqsa qadimgi turk xoqonligi davriga tegishli nihoyatda katta monumental asarlar aynan mana shu yerda joylashgan. Mana shu nuqtai nazardan mana bu hududni, mana shu o'lkani bizni demak tariximiz uchun, bizni adabiy tilimiz tarixi uchun qanchalik ahamiyati, qanchalik muayyan ma'noda o'rni, mavqei bor. Muhimi shundaki, Qoraqurum qadimgi xoqonliqlarning eng mashhur madaniy markazlaridan bo'lgan. Mana bu o'lkalarning hammasi birinchi navbatda O'tukan deb ataladi. O'tukan, Qoraqurum ana shu O'tukanda joylashgan bir tarixiy joy, tarixiy shahar. Chingizxonning poytaxti ham ana shu yerda bo'lgan. Yana bir jihati shundaki, demak mana bu o'lka, ayniqsa Qoraqurum, turli xil dinlar, tarixiy voqealar, dinlarning almashinuvi, madaniyatlar kesimida joylashgan bir madaniy markazlardan biri bo'lgan. Yana bir jihati mana bu Qoraqurum bizning qadimgi ajdodlarimiz yodgorligi bo'lmuş. Kulchigin yodgorligi, Bilgi xoqonligi joylashgan joydan bor yo'g'i 60 kilometrgina uzoq xolos. Mana biz bu yerda turganda o'zimiz hozir Qoraqurumda joylashdik, lekin atrofdagi tarixiy binolarga mana shu yerdan chiqib kelyapmiz. Mana bugun biz bevosita o'sha Ko'sho Saydamda bo'lib, Bilgi xoqon va Kulchigin maqbaralarini, ularning yozma yodgorliklarini o'sha yerda tomosha qildik, o'sha yerda yodgorliklarni o'rgandik. Mana bu bizning sayohatimizdagi eng ajoyib kunlardan biri bo'ldi. Yana bir jihati, Qoraqurum turli xil dinlar markazi bo'lgan. Mana bu o'lkalarda qadimda tangrikallik dini keng yoyilgan. Keyinchalik bu o'lkalarda buddizm kirib keldi va buddizm paytida mana bu o'lkalarda yana bir o'zgarishlar bo'ldi. Misol uchun 17-asrga kelib yoki 16-asrga kelib mana bu yerlarda tarixiy binolar qurildi. Misol uchun mana bu yerdagi muzey bor ekan. Mana shu muzeyda bu yerdan topilgan tarixiy yodgorliklar, bu yerdagi qadimgi dinlar tarixi, mana bu yerdagi turli madaniyatlar bilan bog'liq turli eksponatlarni ko'rdik. Muhimi shundaki, mana bu Qoraqurum muzeyi butun bir kichik bo'lishiga qaramasdan nihoyatda ajoyib yodgorliklarni o'zida saqlagan va hammasi originallardan iborat. Yana bir jihati, Qoraqurum bu Qorabog'asun bilan chegaradosh joy hisoblanadi. Qorabog'asunda Uyg'ur xoqonligiga doir yodgorliklar saqlangan. Bu yerda esa keyinchalik Chingizxon tarixi bilan va Chingizxondan keyingi diniy qarashlar bilan bog'liq yodgorliklar saqlangan. Mana biz bu yerda bugun sayohatimizda o'sha tarixiy yodgorliklarning bir qanchasini ham tomosha qildik. U yerda misol uchun 16-asrda yaratilgan, ya'ni bundan 5 asr ilgari yaratilgan haqiqiy Mo'g'ulistondagi eng eski tarixiy binolarni tomosha qildik. Juda nihoyatda tarixiy bino mana bu qadimiyatni aks ettirgan. Yana bir jihati, mana bu yerda
saqlangan turli xil yodgorliklar o'sha davr O'rta Osiyo yoki Markaziy Osiyo xalqlarining ulug' tarixiy yodgorliklari saqlanadi va tarixini aks ettiruvchi hudud hisoblanadi. To'g'ri ta'kidladingiz domla. Hozir kuzatuvchilarga bir ma'lumotni yetkazmoqchiman. Sizni o'sha fikrlaringizni bir to'ldirgan holda. Mo'g'uliston bugungi kunda zamonaviy Mo'g'uliston bugungi kunda 21 ta aymoqdan tashkil topadi. Mana shu 21 ta aymog'ining 18 tasida qadimgi turkiy yozma yodgorliklar topilgan. Bu degani, demak, mana shu Mo'g'ulistonning deyarli barcha hududlaridan, barcha demak o'sha zaminidan qadimgi turkiy yozma yodgorliklar, qadimgi turkiy yozma matnlar topilgan. Bu degani muayyan ma'noda bu yerda mana shu turkiy madaniyat, turkiy yozma yodgorliklar nihoyatda keng tarqalganligini va bu yerda turkiy davlatchilikning eng chuqur ildizlari mana shu yerda ildiz otganligini ko'rish mumkin bo'ladi. Endi bu yerda yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Bundan tashqari Utukan haqida ko'p gapirdilar domlalar. Mana shu biz turgan Qoraqo'rim bu Arxangay aymog'i deb atalar ekan. Arxangay aymog'i bu tarixiy Utukan hududini, mavzesini bir qismi. Utukan mana shu Utukan deb atalmish katta bir hududda faqatgina Qoraqo'rim emas, Qorabog'osin yoki bo'lmasa qadimgi turk xoqonliklarini o'sha imperiyaning poytaxti hisoblangan Urxun vodiysidagi o'sha bugungi kunda Koshosaydan deb ataladi. Bilgi Xoqon, Kultigin, bitik toshlar o'rnatilgan yerlar, bularning hammasi demak aynan mana shu demak Utukan mavzesida, Utukan hududida joylashgan. Qaysidir jihatdan mana shu Utukan hududi bir necha imperiyalarni poytaxtlari joylashgan eng qutlug' zaminlardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan demak Utukan haqidagi ma'lumotlar eng qadimgi yozma manbalarda ham, keyingi davrlarda yaratilgan manbalarda ham Utukan nomi, Utukan demak hududiy demak birlikni nomi sifatida bir ezgu bir so'zlar bilan, qutlug' bir so'zlar bilan eslanadi. Shunday emasmi domla? Xuddi shunday. Chunki yana bir jihat shundayki, mana bu tuproqlarda, masalan, O'tukanning bir qismi bo'lgan mana shu Qoraqo'rimda ham har bir qadamda turli madaniyatlar, turli dinlar, turli urf-odatlar, tarixning turli xil qarashlari o'zaro birlashib ketganini tomosha qilamiz. Masalan, qadimgi buddizm davri yodgorliklari, lekin mana shu yerda orada qadimgi tangrikallik davridan qolgan yodgorliklar yoki masalan o'sha arxarlarning tasviri, qadimgi turk xoqonliklari davridan qolgan yodgorliklar yoki bo'lmasa qadimgi Uyg'ur xoqonliklari davridan qolgan yodgorliklar, har bir qadamda shuni ta'sirini ko'ramiz. Hatto o'sha buddizm davridagi yodgorliklar faqat Budda yodgorliklari bilan emas, balki o'zidan avvalgi davr ota-bobolarini yaratgan yodgorliklarini o'ziga singdirib turganligini va bu yerdagi buddizm boshqa yerdagi buddizmdan farq qiluvchi jihatlarga ega ekanligini har bir qadamda sezsangiz bo'ladi. Muhimi shundaki, mana bu yerda demak turli madaniyatlarga yaqin bo'lgan region ekan. Endi eng muhimi buni yodgorliklari ham bizning o'zbek davlatchiligimiz tarixi uchun, xususan adabiyotimiz tarixi uchun yoki tilimiz tarixi uchun, madaniyatimiz, butun san'atimiz tarixi uchun ajoyib yodgorliklarni mana bu yerda ko'rish mumkin. Ayniqsa o'sha g'orlardan, qabrlardan topilgan yodgorliklar yoki bo'lmasa turli xil devorlarga ishlangan buddizm davrida bo'ladimi yoki qadimgi Uyg'ur xoqonliklari davrda yaratilgan bo'ladimi, qanday bo'lishidan qat'iy nazar mana shu yodgorliklarni hammasi muzeyda ham turibdi yoki ochiq joylarda ham mana shu yodgorliklar turibdi. Rahmat domla. Endi bugungi suhbatimizni yakunida biz ertaga aynan mana shu Utukan vohasini, Utukan hududini eng muhim markazlaridan biri Qorabog'osin demak yodgorliklarini borib ko'ramiz ertaga va ekspeditsiyamiz Qorabog'osinda davom etadi. Bilasizki, Qorabog'osin bu qadimda Urdu baliq nomi bilan shuhrat qozongan poytaxt shaharlardan biri bo'lgan, turk xoqonligidan keyingi Uyg'ur xoqonligini
poytaxt hisoblangan va o'z davrini eng yirik, eng katta madaniy markazlaridan, eng demak mashhur shaharlardan biri bo'lgan ertaga suhbatimizni ana shu Urdu balig'idan yoki bo'lsa qora baliq osundan davom ettiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.